Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Egalarining aytishlari bo'yicha kraskalar toza ekan, lekin bitta joyda pitnosi bor ekan degan noma'lum ma'lumotlarni sizlarga bermaymiz. Realli ma'lumotlarni beramiz. Bizda Nexus 3 avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi, probegi 101 ming kilometr, mashinaning kraskasi realli top toza. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz taqib umuman yechilmagan, texnik holatlariga ham qarab, akkuratni haydalgan. Balonlar yangi holatda, yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Kuzovi absolyutno top toza, tekis kuzov, o'zimiz tekshirdik. Hech qanaqa kraska bo'yalgan joylari yo'q. Bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratni salon, qirilib ketmagan, chexol poligi bor. Rul holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Shtatning magnitofonida o'zini signalizatsiya Magicar qo'yilgan, hidlanib ketmagan, akkuratni, приятный salon. Mashinaning faralari ham tiniq holatda turibdi, xiralashib ketmagan, kapotlarda ham tosh-posh tegib, chizilib, qirilib ketmagan, ideal kapot. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8300. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.